ishlarni bajaruvchi xodim. Mijozi muammosiga yechim bermaydi. Bir kunda 3000 dollarga topgan shogirdlar bo'lgan. Uyini bosh to'lovini qilib, alohida ichqazib markazimizda sotuv bo'limi rahbari sifatida ishlayapti. Sotuvga katta ta'sir o'tkazmaydigan xo'jayinlarga yangi spark batarka qildi. Eng yosh katta shogirdim 57 yoshli onaxon bo'lgan. Bir hafta dem o'tsa bo'ladi, bir kun dem o'tib ketsa bo'ladi. Avvalambor o'zimga, men o'zimga olsangiz ham javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum barcha ijtimoiy tarmoq ahliga. Men yana o'sha Babay Xudoyor. Sizlarga yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi mavzumizda sotuv sohasida qancha daromad qilsa bo'ladi va qanday karyera qilsa bo'ladi degan savollarga javob berishga harakat qilamiz. O'sha gap nimadir savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozsangiz, albatta javob beramiz. Yoki quyidagi silka orqali o'tadigan bo'lsangiz, men o'zimga yozsangiz ham javob berishga harakat qilamiz. Shunday ekan, boshladik. Sotuv sohasidagi eng kichik zvaniya deymizmi, eng kichik должность deymizmi, ya'ni eng kichik boshlanishi bu operator. Ya'ni operator deganimiz kim? Operator deganimiz bu qo'ng'iroqlarga javob beruvchi va mijozi muammosiga yechim bermaydi, faqat ro'yxat olib qo'yish, kerakli mutaxassis yo'naltirib qo'yish yoki ba'zi bir aprosniklar o'tkazish va shunga o'xshash sotuvga katta ta'sir o'tkazmaydigan, sotuvga undamaydigan ishlarni bajaruvchi xodim. Endi oddiy operatordan keyingi zvaniya bu sotuv bo'yicha menejerlik. U paytda уже siz primoy sotuvga ta'sir o'tkazasiz, mijozlar bilan primoy ishlaysiz va albatta sotuvga ta'sir o'tkazuvchi shaxs sifatida ishlaysiz, ish olib borasiz. Endi operatorlikdan menejerlikka bir hafta dem o'tsa bo'ladi, bir kun dem o'tib ketsa bo'ladi. Bitta hech qanaqa bir qiyin joyi yo'q. Endi menejerlikdan keyingi o'rin bu ROP deyiladi ko'pchilik. Ya'ni sotuv bo'lim rahbari. Asli idealni call centerda 10-12 ta sotuv menejeriga bitta ROP bo'lishi kerak. Endi hozir kunda ko'p ko'ramiz, o'zimizda ham ko'p bo'ladi. Bitta ROPga 15 talab, 20 talab xodim berib qo'yadi. O'zim ROP bo'lgan paytimda masalan 30 tagacha xodim boshqargan, 100 tagacha xodim boshqargan paytlarim bo'lgan. Boshqarsa bo'ladi, lekin effektivность juda ham past bo'ladi. Menejerlikdan ROP bo'lish uchun nima qilish kerak? Menejer bu faqat o'ziga berilgan mijozlarga sotadi va o'zini sotuvga javobgar shaxs. ROPni menejerdan asosiy farqi ROP sotish emas, sottirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni qo'ldagi menejerlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Ularni analitika qilish kerak, xato kamchilikni topib berish kerak. Har qanaqangi muammosiga yechim bera olish kerak, ya'ni sotuv bo'yicha. Menejerlikdan ROPlikkacha qancha vaqt kerak? Har doim aytadigan gap, bu vaqt necha oy bo'lishi, qancha vaqt bo'lishi avvalambor o'ziga bog'liq. 1 oy ham bo'lishi mumkin, 2 oy ham bo'lishi mumkin. 10 yil ham bo'lishi mumkin. O'zimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mana yaqinda 2025-yil bo'lgan kes, bizgacha 3 oy menejer bo'lgan bolamiz. Ismini ham aytaman, Sadriddin Jizzaxli. Bizga kelib, 3 oydan keyin biz uni ROP qildik. Birinchi oydan yaxshigina daromad topishga o'tdi. Avvalambor o'zining harakati bizni qo'llab-quvvatlovimiz bilan hozirgi kunda ham qo'l markazimizda sotuv bo'limi rahbari sifatida ishlayapti. Yoshi 21. Endi necha pul topish mumkin degan savolga keladigan bo'lsak, shu paytgacha bo'lgan shogirdlarimizda rekord darajasi bir kunda 3000 dollarga topgan shogirdlar bo'lgan. Yana bitta muhim jihat, ko'p daromad topishingiz uchun, karyera qilishingiz uchun yoshingizni, bo'yingizni, vesingizni, turingizni, eng asosiy diplomingizni umuman ahamiyati yo'q. O'zimni shu paytgacha bo'lgan praktikamda eng yosh katta shogirdim 57 yoshli onaxon bo'lgan. 30-35 yil medsestra bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqan chog'ida oyligi 1,5 millionga ko'tarilgan bo'lgan. Bizga kelib turib 2 yil ichida sotuv bo'yicha menejerlik qilib turib, xo'jayinlarga yangi spark batarka qildi, umra safar batarka qildi o'zlariga va adashmasam 2 ta yoki 3 ta o'g'liga uyini bosh to'lovini qilib alohida ichqazib berdi. Lekin shu Covid paytidan keyin Covid bo'lib qoldi, sog'lig'ida muammosi tufayli ishlay olmadi. Shunda men amin bo'lganmanki, yoshni ham hech qanaqangi chegarasi yo'q. Hamma chegara o'z asli miyamizda. Endi karyeraga qaytadigan bo'lsak, ROPlikdan keyingi daraja bu upravlashi, ya'ni sotuv bo'lim boshqaruv. ROP menejerlarni boshqaradi, upravlashi ROPlarni boshqaradi. Katta korxonalarda 10 ta, 15 ta yoki 5-6 ta ROP bor korxonalarda 3 ta ROPga yoki 5 ta ROPga bittadan upravlashi qo'yiladi. Endi upravlashi desak ham bo'ladi yoki proyekt menejer desak ham bo'ladi. Endi undan keyingi daraja уже sotuv bo'lim direktori, project manager, kommersiy direktor va dal o'sib ketursangiz bo'ladi. Aniq manbasini bilmayman, lekin qaysidir joyda ko'rgan ma'lumot O'zbekistonda oyiga 50 ming dollar topadigan sotuv bo'yicha menejerlar bor deb eshitganman. Agar siz rost yolg'onni bilsangiz,
kommentariyga yozib qo'ysangiz bo'ladi. O'zimdagi bor faktlar shu. Menejer bo'lib turib, kuniga 3000 dollarga topgan bolalar bo'lgan. Undan tashqari stabil yil mobaynida oyiga 1,5 mingdan 3 minggacha daromad topgan bolalar bo'lgan. Hozir ham bor. Hozirgi kunda o'zim ishlab turgan, o'zim boshqarib turgan call centrimda mart oyida eng ko'p daromad 18 million, oyiga eng kami 3 million bo'ldi. Call centrimizda adashmasam 25 xodim bor ish paytda. Endi aprel oyiga olib qaraydigan bo'lsak, to'ji 17-18 milliondan 4-5 million eng kam topgan. Endi nimaga kimdir 3 million topyapti, kimdir 18 million topyapti deydigan bo'lsangiz, hammasi o'zlariga bog'liq. Har qanday sohada zo'r pul topsa bo'ladi, yaxshi karyera qilsa bo'ladi, lekin sotuv sohasini boshqa sohalardan ko'proq afzalligi ishsiz qolish koeffitsiyenti deyarli 0 ga teng. Agar miyangizda nimadir bo'lsa. Chunki statistik ma'lumotga ko'ra O'zbekistonda 85% dan ortiq korxonalarga aynan sotuv bo'yicha menejerlar kerak ekan. Til biladigan bo'lsangiz, rus tili, ingliz tili biladigan bo'lsangiz, nur ustiga a'lo nur. Oylik daromadingiz kamiga x2, x3 oshishi aniq. Chunki hozirgi kunda O'zbekiston jahon bozorini e'tibor markazida. Statistik ma'lumotlarda ko'ryapmiz, juda ham ko'plab Xitoydan, Rossiyadan, Qozog'istondan, chet eldan kelib kompaniyalar ochilyapti. Ularga albatta til biladigan xodim kerak. Sotuvni bilmasa ham tilni bilsa, sotuvni o'rgatib olishni ular ham biladi. Shunday ekan, bu sohada ishsiz qolmasligingiz aniq. Gap isboti bilan deganda, gapim isboti sifatida sizga keltirib o'tishim mumkin. OLX Headhunter'da avliyalarni deyarli 60-70% sotuv bo'yicha menejerlik, rob, boshqaruv, ya'ni sotuv bo'lim boshqaruvchi kabi vakansiyalar to'lib yotibdi. Xohlasangiz OLXga kirib ko'ring, Headhunter'ga kirib ko'ring. Ko'p joyda deyarli optam kerak emas deb yozilgan. O'zimiz o'rgatib olamiz degan. Faqat sizda jelaniya bo'lsa bo'ldi deb yozib qo'ygan joylari ham bor. Oddiy holat mana o'zimiz Toshkentda 2 ta ish o'rnimiz bor. Kelsangiz tekinga o'qitamiz, ish bilan ta'minlab qo'yamiz. Qo'qonda o'zim boshqarib turgan proyektimda 50 ta joy bor va men hamkorlik qilayotgan korxonada yana 500 ta ish joyi bor sotuv bo'yicha menejerlar uchun. Menimcha sotuv sohasini tanlashingiz uchun, sotuv sohasini o'rganishingiz uchun shuni o'zi yetarli fakt. Agar siz ham sotuv sohasiga qiziqsangiz yoki sotuv sohasida ishlab kelyapsiz, hali ham karyera qilmagan bo'lsangiz, quyida Telegram kanalimning linkini qoldiraman. Telegram kanalimga podpisatsiya qilib qo'ying. Kanalda bepul darsliklar, bepul razborlar, konsultatsiyalar bo'lib turadi. Bugunga shu, xayr salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha bizni kuzatishda davom eting.